Günlük turmuşda sizning o'zingizni kontrol qilolmaydigan nurg'un vaqtlaringiz bo'ldi. Siz yoki yan telefon, o'yin yoki yemaklik, pul qatorliq bir qator ishlarda kontrollikni yo'qotish yoki o'zingizni kontrol qilolmaslik holatida tursiz. Hatto xumor bo'lib qolsiz. Masalan, tunash yoki ba'zida o'zingizni cheksiz qiynaysiz. Bu ehtiyojlar qondirilmaganda siz nayt xafa bo'lasiz, tushkunlisiz, zeriksiz, turmushning ahamiyati yo'qdek his qilasiz. Lekin bularning hammasi sizning haqiqiy ehtiyojingizni qondiradigan usul emas. Shundaqla sizning haqiqiy ehtiyojingiz emas. Siz o'zingizni kontrol qilolmaslikda har xil xumor bo'lib qolish qilmishlaringiz uchun qayg'urgan, tashvishlangan vaqtingizda oldi bilan o'zingizdan bezor bo'lmang yoki o'zingizni tashlab etmang. Balki bugungi o'zni kontrol qilish tuyg'usini qaytarib kelish gipnozni sinab beqing. Bu gipnoz sizning tartibli turmushingiz qaytishingizga yordam beradi. Başlashdan burun men sizni tövəndik ikki tayyorlikni qilishni taklif qilaman. Birinchisi, siz imkoniyatning baricha o'zingizni erkin tuting. Hamda mening yetaklashimga ko'ngil qo'yib ayishing. Agar siz jiddiylashsangiz yoki qarshilik qilsangiz, sinab beqishni vaqtincha kechiktirib, saqlab qo'yib, texnik muvofiq fursat va vaqtda ilib borsangiz bo'ldi. Ikkinchisi, mashqni daxlik uchirmaydigan muhitda ilib bering. Aldı bilan yurak bir saqlab olib, ondan mashqni davomlashtiring. Bugungi qalb safarimizni rasmiy boshlab ketdik. Eng rahat holatda jimjit o'tirib yoki yetib, mening yetaklashimga ergashib, asta-asta ko'zingizni yuming. Ichingizda o'z-o'zingizga "Men eniklab qoldim" deng. Ondan asta-asta cho'nqur nafas olib, burun bo'shlig'i bilan asta nafas so'mirib, kichik qo'rsiqingizni to'liq to'ldirib, og'zingizdan asta-asta nafas chiqaring. Har qatimliq nafas chiqarishda siz chiqarishni o'ylagan hamma passiv narsalarni chiqarib yetalaysiz. Nafas so'mirganda yetarli oksigenni va foydali moddalarni so'mirsiz. Siz to'xtamay bir necha guruhga cho'nqur nafas olish jarayonida o'zingizning texmo tinchlanib qolganligingizni his qilasiz. Men birdan bashka sanayman. Bu jarayonda siz butunlay erkin bo'lib, texmo cho'nqur qatlamdagi erkin holatga kirsiz. 1. Beshingizni erkin tuting. Qopqingiz sal ig'ir. Ko'zingizning atrofdagi barliq muskullar butunlay ozodlashyapti. 2. Bo'yin umurtqangiz, mo'ringiz, ko'krak bo'shlig'ingizni erkin tuting. 3. Ikki biligingiz va ikki qo'lingizni, ikki putingiz va ikki putingizning barmoqlarigacha erkin qo'yiting. Siz put qo'llaringizning intayin rahat va illiq bo'layotganligini his qilasiz. 4. Oshqozningiz, qo'rsiqingiz, yan pishingiz, belingizni erkin tuting. Bütün vujudingiz ichidan tashqi qarab ozodlashyapti. Hujayralarınız, qiningiz, so'ngaklaringiz, muskullaringiz, barliq a'zolaringiz butunlay ozodlashib ketdi. Siz yana bir qatim o'zingizni erkin qo'yib berib, sizning haqiqiy ehtiyojingizning nima ekanligini ko'rib beqing. Hamda siz bu jarayonda o'z ehtiyojingizni butunlay qanoatlantira olasiz. Bu orqali siz turmushingizga qoidadan kirishib keta olasiz. Siz kontrollikni yo'qotgan har qanday ish sababidan o'zingizni yo'qotib qo'ymaysiz. Men yana bir qatim 1dan 3 ga sangan vaqtimda asta-asta o'zingizni erkin qo'yib o'tib, qalbingizga ta'sirotni, badningizga his tuyg'uni yaxshi his qilib beqing. Barliq tasavvur kuchingizni ishga soling. Siz uyga qaytib, barliq oilangizdagilar, siz ko'ngil bo'lgan barliq kishilar bilan birga bo'lib, go'zal chog'lardan huzurlanayotgan holatingizni tasavvur qiling. Men 1dan 3 ga sanasam, siz mundaq tasavvur qilasiz.
Siz hozir texmi uniklab qoldingiz. Yeningizda oilangizlar va yaqinlaringiz paydo bo'ldi. Ba'zi kishilar ko'rishmagili uzun bo'lgan, hatto qayta ko'rishalmagan yoki amaliyotda sizlar izchil bilib o'tgan kishilar bo'lishi mumkin. Mayli siz qaysi xil ahvolda bo'ling, hozir siz barliq oilangizlar bilan jam bo'lasiz. Bu qatim ular sizning yeningizda paydo bo'ldi. Balkim burunga o'xshamaslik mumkin. Sizga ilgirgiga qaraganda texmi yaxshi muomala qilishi, texmi sabrchan bo'lishi, sizga intayin ko'ngil bo'lishi, ahamiyat berishi, sizni e'tirof qilishi, sizning ko'ngil bo'lish tuyg'usingizni his qildirishi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda siz ko'ngil bo'ladigan odam, siz yaxshi ko'radigan odammi mushu vaqtda yeningizda paydo bo'ldi. Ko'pchilik nayt inoq o'tisizlar. Bu ko'rinish nayt iliq, nayt go'zal bo'lib, sizni xuddi tush ko'rgandek his qildirdi. Badaningiz, kayfiyatingiz nayt yumshaydi. Atrofingizga barliq kishilarning sizga bo'lgan muhabbatini his qilasiz. Bir xil yangicha bexatarlik tuyg'usi qalbingizdan asta-asta tarqalib, ikki butingiz yer yuzida nihoyat mustahkam turgandek his qilasiz. Shu topda sizning hamma odam bilan bo'lgan munosabatingiz texmi yaqinlashdi. Sizlar intayin rohat his qilyapsizlar. Atrofingizga bu kishilar sizni nihoyat tushundi, sizni e'tirof qildi. Siz ular bilan birga bo'lganda, siz ilgari his qilib baxmagan illiqlikni his qilasiz. Hamma odamning sizga intayin ko'ngil bo'lganligini his qilasiz. Bu sizga o'zingizning qimmatini asta-asta his qildirdi. Diqqatingizni yana bir qatam o'zingizga qarasangiz, o'zingizning intayin yaxshi, mukammal odam ekanligingizni, vujudingizda nurg'un ortiqchiliklarning borligini, sizning nihoyat qimmatli ekanligingizni bayqaysiz. Siz bu kishilarning sizga kelib kelgan barliq narsalarga ham barliq tuyg'ularga rahmat aytasiz. Ko'pchilikmi o'xshashli sizga rahmat aytadi. Sizning mavjudligingizga, ularga bergan barliq narsalaringizga rahmat aytadi. Bu jarayonda siz nihoyat ozod bo'lib, hamma odamni nihoyat iliq his qilasiz. Siz o'zingizning har bir odamga texmi yaxshi muomala qilganligingizni his qilasiz. Agar siz xohlasangiz har bir odamni jimjit quchoqlab qo'ying yoki ular bilan qo'l tutishib, ular bilan birga bo'lgan barliq inishga go'zal tuyg'ularingizni his qiling. Siz o'zingiz intayin ishonadigan, sizni bexatar, xotirjam his qildirgan odamga tayansangiz bo'ldi. Mush paytda barliq xotirjam, tinch tuyg'ularning hammasi sizga qarab yiqib, sizning bexatarlik tuyg'uringizni bargan siri kuchaytiradi. Siz bu xil haqiqiy qanoat orqali sizga ilgarki ishlar o'xshash to'xtamay talab qilishingizning zaruriyati yo'qligini, yan telefoningizga uncha ehtiyoj qilmasligingizni, o'yin jarayonida do'stlik va g'alaba tuyg'usini tepishingizning zaruriyati yo'qligini, cheksiz pul xarjlash, to'xtamay yeb ichish orqali ichki qanoat hosil qilishingizning zaruriyati yo'qligini his qilasiz. Bayqi his qilish jarayonida siz o'zingizni rohat his qildiradigan va qanoatlantiradigan usulni topdingiz. Har qatam qalbingiz ma'nisizlik his qilganda, baya hamma odam bilan iliq jam bo'lgan shu minutlarni bayqi texmi qimmatli bexatarlik tuyg'usiga ega o'zingizni aslaysiz.
bu orqali sizning boshqa foydasi yo'q ishlar bo'lgan jalb qilish kuchingiz asta-asta tuvallaydi. Siz o'zingizni kontrol qiladigan har qanday ishga maftun bo'lmaysiz. Siz butunlay to'g'ri holda o'zingizning turmushiga qaytib, planingiz va o'rinlashtirishlaringiz bo'yicha o'zingiz qilmoqchi bo'lgan ahamiyatli ishlarni qila olasiz. Chunki siz intayin qimmati bor odam. Kelgusida nurg'un kishilar sizni kutib turdi. Ular sizni hurmatlaydi. Sizga texmi yaxshi muomala qildi. Sizni texmi tushunadi. Bundan ilgari atrofingizda shunday go'zal oilangizdagilar, do'stlaringiz, yaqinlaringiz bor edi. Mush paytda barliq go'zal, iliq ishlarni, bu go'zal, iliq odamlarni o'ylasangiz, siz bargan sir xotirjam, bargan siri ozod bo'lib ketasiz. Hamda qalbingiz haqiqiy xotirjamlik va qanoat hosil qildi. Siz yana bir qatam hayotiy kuchga to'lib, texmi chaqnab, texmi erkin, texmi to'liq, texmi qimmatli tuyg'uga ega bo'lib, qalbingizdagi barliq haqiqiy illiqlikning hammasini uyg'otdingiz. Bunday go'zal tuyg'ulardan qancha huzurlaning. Men endi birdan 3 kun sanayman. Siz reallikqa qaytib kelsiz. O chaqda siz intayin ko'p energiyani qaytarib olsangiz, badaningiz va qalbingiz bir vaqtda texmi kuchli, kuch-quvvatga to'lgan, texmi aktiv, quyosh nurdek illiqlikqa to'lgan bo'ldi. Men endi birdan 3 kun sanayman. 3 kun sangandan keyin siz butunlay reallikqa qaytib kelsiz. O chaqda siz intayin ko'p energiyani qaytarib olasiz. Badaningiz va qalbingiz bir vaqtda texmi kuchli, texmi kuch-quvvatga to'lgan, texmi aktiv, quyosh nurdek illiqlikqa to'lgan bo'ldi. Sizning barliq qimmati bor g'oyalaringiz, sizning planlaringizda orqa-orqadan reallikqa aylandi. Sizning chin ko'nglingizdan erishmoqchi bo'lgan orzuyingizni amalga oshiradigan to'liq kuchingiz, to'liq iqtidoringiz bor. Sizning hayotingizga butunlay o'zingiz ega bo'lasiz. Siz barliq turmushingizni o'zingiz o'rinlashtira olasiz va planlay olasiz. O'zingizni erkin tuting. 1 2 3 Siz endi ko'zingizni asta oching. Siz hozir butunlay reallikqa qaytib keldingiz. Bayamqi iliq ham kuchli yangi tuyg'ularingizni o'zingizga hamroh qilib, o'zingiz o'rinlashtirmoqchi bo'lgan, planlagan, mukammal, go'zal, ahamiyatli kishilik hayotingizni boshlang. Men sizga cho'nqur baxt tilayman. Bu videoni saqlab olib, qayta mashq qilsangiz